Mansabdor shaxs mast holda xizmat avtomashinasini boshqarganmi? Assalomu alaykum. Insiderlarning ma'lum qilishicha, joriy yilning 29-iyul kuni kechki payt Payariq tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi boshlig'i davlat raqami 30 206 MBA bo'lgan Nexia 3 rusumli xizmat avtomashinasini mast holatda boshqarib ketayotgan vaqtda yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan to'xtatilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, holat yuzasidan tegishli tartibda ma'muriy hujjatlar rasmiylashtirilgan hamda ish materiallari sudga yuborilgan. Agar mazkur ma'lumotlar o'z tasdig'ini topsa, bu nafaqat yo'l harakati qoidalarining qo'pol buzilishi, balki davlat xizmatchisi zimmasidagi yuksak mas'uliyat va xizmat odobi talablariga ham zid holat sifatida baholanishi mumkin. Ayniqsa ta'lim sohasida rahbarlik lavozimida faoliyat yuritayotgan mansabdor shaxsning bunday holatga yo'l qo'yishi jamoatchilikda jiddiy savollarni keltirib chiqaradi. Qonunchilikka muvofiq transport vositasini mast holda boshqargan shaxs ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Agar huquqbuzarlik isbotlansa, unga nisbatan jarima va muayyan muddatga transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilish choralari qo'llanilishi mumkin. Shu bilan birga davlat xizmatchilariga nisbatan xizmat intizomi talablari ham amal qiladi va ularning xatti-harakatlari alohida baholanadi. Shu munosabat bilan Samarqand viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi mazkur holat yuzasidan xizmat tekshiruvi tayinlab, holatga huquqiy va intizomiy baho berishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Xizmat avtomashinasidan qanday maqsadda foydalanilgani, haydovchining holati va davlat xizmatchisi etikasi talablariga rioya etilgan-etilmagani yuzasidan ham atroflicha o'rganish o'tkazilishi lozim. Ta'kidlash joizki, mazkur xabarda keltirilgan holatlar insiderlar taqdim etgan ma'lumotlarga asoslangan. Mansabdor shaxsning aybi faqat vakolatli organlar hamda sudning qonuniy qarori bilan aniqlanadi. Viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi hamda boshqa mas'ul idoralardan ushbu holat yuzasidan rasmiy munosabat va izoh kutib qolamiz. Salomat bo'ling.